Tinchlikmi kampir, nima yig'layapsan? Marvash yegim kelyapti. Jinnimisan, suv sovuqda ya? Men emas, u xohlayapti. Rostdan. Shu yoshimizda ya? Yo'q, uyat emasmi? Mayli nima bo'lsa ham zo'r bo'pti-ku. O'g'il bo'lsin-da ish qilib. Mana kampir muzdagina marvajni istib ye. Voy rahmat, qulpini yegim kelyapti. Uni qayerdan topaman endi? Men emas, axir u xohlayapti. U uchun olib kelaman. Shu yoshda g'alati bo'lar ekan. Mana kampir klubniki. Hididan yangi kiyim kiygim kelyapti. U nimaga? U taksikos yangi turmi endi? Men emas, axir u xohlayapti. Xohlamay qolsin. Hozir kiyimi pensiya ham qolmayapti. Hozir. Kampir mana olib keldim. Yangi kiyimlar qani? Bu babi artistitili zo'r narsa ekan. Eski kiyimlarni shuni to'g'riga tashlaysan, qaynagan suv solasan, bunda solasan, ana kiyimlaringdagi dog'larni hammasini ketkazar ekan. Oq kiyimlarni oppoq qilar ekan. Allergiya ham chaqirmas ekan. 100% Germaniya xomashyo'sidan qilingan ekan. Ha, yaxshi, lekin men tilla xohlayapman. Silashgan qilyapsizlar-da, kampir. Qanday taksikosda tilla xohlaydi? Bola tilla olib ber, tilla xohlayapman demasa kerak. Qanaqa bola? U xohlayapti deyapsan-ku. U bola emas. U kim? Nafs, meni nafsim. Nafsingga. Aytdim, shu yoshda ishlasa bo'lmaydi-ku deb.